Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvadagi kichik bir bog'chada bir Majnun talning teviga kelib joylashib o'ltirdim. Bugun Xalida Isroil Abbayning Ufuqdagi izlar nomli asarining eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. Xo'sh. Bir kuni kechisi turma sirtidagi koridorda bir necha odamning aldirab mangan gap qilgan ovoz anglandi. Ularning boshliq undaq, boshliq mundaq degandek gaplaridan turmaga biror amaldorning kelganligi aniq edi. Men odatim bo'yicha kamer eshigini jalaqshitib to'lashga boshladim. Heliqi boshliq men yotgan kamerga yaqin kelib, "To'layotgan kim? U nimishga to'laydi?" deb so'radi. Nazoratchilar Salima Talib mush yerda u "Mana haqchilik bo'lib ketdi" deb to'g'lavatdi deyishdi. Boshliq kamer eshigini ochqizib, qo'l chirig'ini yiqib qarab, meni toniy olmadi. Ammo men uni tonib oldim. U Sho'ba harbiy rayonning muavin Silingyan edi. Men darhol "Silingyan, meni toniy olmadingizmi? Biz ko'p qitim bil yig'inlarga qatnashgan. Har yili chag'anda biz sizlardan al so'rab baratdik dedi" dedi. Silingyan shu chaqdala meni esiga oldi va mendan qanday talabim borligini so'radi. Men nohaq solandim. Salomatligim nacharlashib ketdi. Bolalarim vayronchilikda qoldi. Masalamni darhol aniqlab bir taraf qilib bersanglar. Yana biri bolalarim bilan ko'rishtirsanglar. Mening maoshimni to'xtavatgili uzoq bo'ldi. Bolalarim qandoq jon boqidi, ularga turmush puli hal qilib bersanglar. Deyaladim. U menga bir muncha tasalli berib chiqib ketdi. Uzoq o'tmay 15 kunda bir qitim bolalarimdan kelgan xaltini topshirib oladigan bo'ldim. Xaltidan to'qash, qo'g'ragan go'shtnan, yal yemish degandek narsalar chiqadi. Men bolalarimning o'zlarining gelidan qisib, eng yaxshi narsalarni menga avatganligini ko'rib, yig'lab ketdim. Xaltidagi narsalardan kamerdoshlarimga bersam, ularmi yig'lashib ketadi va "Sizning bolalaringiz bek yaxshi, bek vafodor ekan" deb ketadi. Oxiri turma hovlisida bolalarim bilan ko'rishdim. Bir palampayda o'ltirib, hammamiz chin quchoqlashib, bir jon, bir tan bo'lishib ketdik. Yig'idan og'zimiz gapga kelmaydi. Yig'lab bo'lib, bolalarimga bir-birlab sapselib qaradim. Hammasi uruqdan bir tera, bir so'ngak bo'lib ketibdi. Kiyimlari ko'na, oyoqlaridan putlari chiqib turadi. Bolalarim yanala sog' salomat ekan deb xushal bo'ldim. İdarning ularga har oyda 50 yuan turmush puli beradigan bo'lganligini anglab, texmi xotirjam bo'ldim. Aradan bir necha oy o'tib, vali mahkama qurusidagi xatarlik uy hisoblanib, odam o'ltirish cheklangan bir koni uyda bolalarim bilan jam bo'ldim. Astin tartib, vali mahkamasidagi jin shaytonlar qatorida yangi yosilayotgan yo'lga zambilda shig'il to'shidim. 3-4 oy o'tgandan keyin qopqidan qor yog'adigan nazoratchilarning muomalasi birdilla o'zgarib qoldi. Ilgari birdam harduq elib o'ltirsam tillab, dushkallab ketadiganlar endi "Xonim, birdam o'ltirib olsizlar" deyishib ketadigan bo'ldi. Bir kuni birsi yanimga kelib, "Xotirjam bo'lsizlar, sizlarning masalalarini tekshirib aniqlab bo'pti. Hech qanday chatoq chiqmabdi" dedi. Uzoqqa qolmay yangi uyga ko'chdik. Dal shu kunlarda viloyatlik partiya qurultayi ochildi. Men vakil bo'lib qurultayga qatnashdim. Shu qurultayda nomim asli keltirilib, viloyatlik partiyamning doimiy hay'at a'zosi, viloyatlik siyosiy xizmat guruhining muavin boshlig'i bo'ldim. Men o'tgan kunlarni, qabohatlik tushlarni unutib,
yana xizmat kirib ketishga tirishayotgan kunlarda yurtim yapchandagi bir navra tuqqunimdan xat keldi. Navra tuqqunum Gongshi mal doktorlik punktining mas'uli edi. U xatida Xotan Noyilik sanoat birlashmasida ishlagan pomishchik qalpiga kiydirilgan inimning amgak va tayoq tupayli og'rib hayotidan ayrilish girdobiga yetib qolganligi, davolangudek puli yo'qligi qatorliqlarni yesibdi. Men xatni o'qib uzoq o'ylandim. Mening bu dunyolikda bir tal inim bor. Mayli qandaqli bo'lmasin, uningga yordam qilish mening insoniy majburiyatim. Agar mushu holatda turganda yordam qilmasam, u o'lib ketsa, men umr voyat vijdon azobi tortaman. Agar yordam qilsam, buni tashkil berib qolsa, bugungi o'rnimni saqlab qola olmayman. To'rt balam yana qiyiqinda so'qindi bo'ladi. Men navra tuqqunimga ma'lum bir bozor kuni inimni uyda qondirib qelishi, yerim kechida bir shopir izlab bordiganligini, inimni shu shopirning mashinasiga selib qo'yishni topilab xat yozdim. Metqasim Axun ismlik o shopir qizlarimning savoqdishi bo'lib, ilgari jafoliq kunlardami bizga ko'p yordam qilgan edi. Mushu kunlarda u muzdavan yo'li orqali G'uljiga qatnab o'tadi. G'uljida To'xtaxun tag'am va uning bola chaqilari bor edi. Aq ko'ngil shopir yigit G'uljidan inimning va tag'amning duoyi salimni olg'ash keldi. Yapjandan qechib ketgan pomishchik turdi talibni surishtirib odam kelganda, men ulardan inimni qandaqli qilmasin tepib berishni, uning hayotiga kapolat qilishni talab qildim. Ular inimni topolmadi. Inim u chaqda G'ulji tog'larida ko'mir konda ishlab o'tadi. Men 1973 yılının ahırda hayatımdaki unutilg'isiz kunlarning şahidi bo'lgan Xotandan, jafoliq kunlarda bizni qiyrindishida ko'rgan aq ko'ngil qadrdon kishilardan ayrilib, ana yurtim Qashqarga yo'tkilib keldim. Mana oldimda 20-asr ayollar muzeyiga tayyorlik qilish komiteti tarafidan 1993 yılı berilgan tovar taşliq guvohnoma turadi. Uning batlarida oltin hal bilan hurmatlik Salima Talib xonim ayada bir aylan ishini o'yintib shuraydi. Ketib ketsin. Sırtı kitap o'qiganda mana shunday har xil ta'sirlardan saqlanmoq tez. Davomlashtiraylik, ha? Mana oldimda 20-asr ayollar muzeyiga tayyorlik qilish komiteti tarafidan 1993 yili berilgan tovar taşliq guvohnoma turadi. Uning batlariga oltin hal bilan hürmetlik Salima Talib xonim, sizning tarixingiz 20-asr ayollarining ig'izcha tarix muzeyi tarafidan saqlanganligi uchun ushbu guvohnoma berildi degan xatlar yozilgan. Guvohnoma bilan qo'shib saqlangan ziyorat xotirasida ziyorat qilg'uchi Chen xonim, ya'ni Xinjiang Universiteti sobiq Jungo til adabiyoti fakultetining dotsenti bilan Shi xonim Xinjiang televiziya stansiyasining takrorining vaznlik savollari, hayajonlari va baholari, opamning shodlik va qayg'usi, orzu, arman, hasrat, nadomatlari aralashib ketgan umr aslimisi qisqacha xotirlangan bo'lib, uningda mundaq qurlar bor.
Çin xanım, Selime xanım, sizin hayatınız əgər toqaylıq içində ötübdü. Siz hayatınızın en güzel mezgilini, o'tdek yaşlığınız ve yürek qiyninizni xalqning ma'rif ishlariga, inqilobga, her millat ayollarının azadlıqqa, şundaqla farzandlaringizga beg'ishlabsiz. Siz ulug' ayol hem ulug' ona bo'lishga munosibsiz. Men opamning yoshga to'lgan qora ko'zlarini, titrab turgan lablarini ko'rgandek bo'ldim. Onun mushu hayajonliq turqi menga ajoyib tonish. Kichik chig'imizda qattiq og'riq tufayli hayotidan umid uzgan opam to'timizni doktorxonaga chaqirtib, cheksiz azob va qiyolmaslik ichida biz bilan vidolashayotgan chig'ida. Medeniyet inqilobi yillaridagi bir oqshimi oddiy kiyinib, kichikkina qora somkasini elib, qachon qaytishi noma'lum yiroq safarga otlanmoqchi bo'lib turgan edi. Yaşanğan mezgillarda her qitim opamni yo'qlab kelib, birer ay turgandan keyin Ürümchiga qaytmoqchi bo'lsam, mushundaq aldirab ketamsan, kelar yili sen kelgicha men bami yo'q devatgan chaqlarda. Hayatının ahirki kunlarida put qo'lini midiriltishga qurbi yetmay, ne bir ig'iz gap qilolmay, bizga talmirib qarab yotgan chaqlarda. Onun ko'zlari ana shundaq yoshga to'lgan edi. Lablari bilinar bilinmas titrab turardi. U azaldan hissiyatını oshkorlamaydi. Onun jığlığını körüp bakmaganligimiz üçünmekin, onun aşı turqi bizge acayip güçlük ta'sir qiladi. Demisimi, opam acayip qaysar ayol edi. Bir ayol üçün özü yalğız 4 balını tərbiyelab, qatarga qo'shish oson ish emas. Opamning vücudida odatdagi ayollikdan, onalikdan halqagan tug'ma bir xil kuch bor edi. Shunga u boy oilaning xenimi bo'lishdan voz kechib, davrning eng munavvar yoshlari qatorida ilm, ma'rifat va haqiqat izdegan. Qaysarlik bilan ayni davrda hech qanday ayol mengishga jur'at qila olmagan tikan chatqonliq yo'lga qadam qo'yib, dag'dam hayot yo'lini ochgan ve öz taqdirinin xo'jayiniga aylangan. Texmi muhimi, Uyg'ur ayollarının hakimiyet eni ve amaliy iqtidorini namoyon qilgan. O azaldan o'ngishsizlik oldida tamtirab qolmaydi. Aksicha, qanchaki qiyinchilik ichida qolsa, shuncha jonlanib, hayoti kuchga to'ladi. Medeniyet inqilobinin beshi ve ahirki mezgilida o necha 100 kishilik yig'inlarga kurash tanqid qilinganda tayoq, til haqorat, besimlarga qaramay g'ururi ve haqiqatni qo'qdigan edi. Biz onunga ich og'irtib, ularning gapini rost deb vaqtincha o'tkaldan o'tib elishiga da'vat qilsaqmi, u qat'iy rad qiladi. O uzaq yil rahbarlik xizmatini ishlabmi, mal dunyoga havas qilmagan, pak diyonat yashagan, hatto 20-30 yillik besoatidan ayrilib qolgan chig'idimi, ko'ks qarnining daryoda kengligi va mardligini isbotlagan. O turmushda iqtisodchil edi. Oddiy kiyinatdi. Biz bilan billa eng oddiy g'izolarni yeydi. Rahat parohatga intilmaydi. O haqiqatanmi az uchraydigan jafokash ona edi. Biz farzandlarga shundoq qattiq talab qo'yadi. Xiyolim shu yerga kelganda opamning ovozi quloq tubimda yana yangradi. O uning hayotining oxirgi vaqtlaridagi bo'g'uq, ammo hayajonli ovozi edi.
Hayatımda pəxirləndiğan, məmnun boladigan işlerim az emas. Puşaymanlarım, açıq sabaqlarım mı köp. Xizmət ornumның yuqurlışığa əgişib, vaxtımның köp qismini və zehni küçümni xizmət egelep ketkenliktin, turmuşda layaqatlik ana, layaqatlik xotun bolalmadı. Mən bununğa əfsuslanıman. Lekin mən yani özümni tələylik dep hesaplayman. Kiçikimdə ata-anam meni okutup tərbiyələdi. Keyin erimning və cəmiyyətdəki nurgun ilğar fikirlik kişilərning yeteklişi və yardımıga erişdim. Bunun bilan mən öz iqtidarımni jari qildirish fursatiga erişdim. Mən xizmət münasibati bilan hozirgi zaman tarixi elimizdagi nurgun mashhur shaxslar, pishqadam inqilobchilar, dangliq rahbarlar bilan uchrashdim, tanishdim. Ularning gap so'zi, ish harakati, xislati qalbimda saqlanib qoldi va mening o'zimga talab qo'yishdiki, o'lchimim bo'lib qoldi. Men ularni ulgi qilib, xalq oldidagi mas'uliyatimni halollik bilan ado qildim. Xizmatda agir to'qa yo'llarni besishdan xoli bo'la olmadim. Masalan, madaniyat inqilobining beshida madaniyat ma'rif xizmatiga mas'ul bo'lganligim uchun Xotan viloyatining madaniyat zo'r inqilobiy harakatiga rahbarlik qilguvchilarning biri bo'ldim. Dastlabda nurg'un o'qituvchilar va boshqa gunohsiz kishilar tortib chiqarilib kurash qilinganda madaniyat inqilobi degan mushundaq ish o'xshaydi deb o'yladim. Ammo uzoq o'tmay bu inqilob texmi fojialik tusda mening va manga o'xshash texim nurg'un kishilarning beshiga keldi. Ana shu chaqdala men bu inqilobning xarakteridan gumonlanishga boshladim. Ammo men bu dunyoda nohaqchilik, uvalchiliklarning hamon tuzatildiganligiga, haqiqatning g'olib keladiganligiga bo'lgan ishonchamni yo'qotib qo'ymadim. Madaniyat inqilobida tortgan jafolarim va ziyonlarim uchun bir kimlardan ranjib yurmadim. O yillarda hammamiz ana shundoq nodon edik. Aqillarmi bor bo'lg'iydi, ammo ish o'tib ketganda aqil bo'lib elish kishini qoyil qila olmaydi. Men 1973-yili Qashqarga yetkilib kelgandan keyin viloyatlik partikum ommaviy xizmat korpusining boshlig'i, tashviqot bo'limining muavin boshlig'i, valiy mahkamasining maslahatchisi qatorliq vazifalarni o'tadim. 70-yillarning oxiri ham 80-yillarda bir necha qarorliq siyosiy kengashning a'zosi bo'lib, yig'inlarda madaniyat ma'rif ishlari, muhit, daryo iqinlarning bulg'inishi, yetim balalar masalasi qatorliq temalarda taklif fikrlarni berdim. Men har yili bir qitim Urumchiga kelganimda Urumchining kun sayin o'zgarayotganligini, kishilarning yurish turish, ruhiy qiyofatidami zo'r o'zgarishlar bo'lganligini ko'ratdim. Bu yillarda balalarimni o'sib yetilib, cho'ng odamlarga aylandi. Uy o'choqliq, bola chaqliq bo'ldi. Ilgari tonish bilishlarimning navra beqivatganligini ko'rsam, ichim pushatdi. Endi o'zimmi navralarimdan ayrilolmaydigan bo'lib qoldim. Yana bir tarafdan yeshimning cho'ng yeshi, qiyirliq va bola chaqlarimga munosabatlik ishlar, xiyollarning ko'payishiga agishib, dadamning qinidan maras bo'lib qolgan uy selish habisi vujudimda ustunlikni egallashga boshladi. Men Qo'noq bozoridagi bir tar ko'chadan kishilar vaqtliq hojatxona va axlat to'kadigan joy qilib olgan bir parcha yerni setib olib, yapchanda saqlanib qolgan oxirgi bir necha eg'iz uyimizning yog'och tashlarini to'shib kelib, uy soldirishga boshladim. Uyning asosiy qismi bir necha oyda bitdi. Lekin qolgan qismlari va yasoq jabduqlari 2-3 yilda aran tayyor bo'ldi. 2 qavatlik apchilgina uy bitganda uni ko'rganlarning hammasi oprin etishdi. Bu uy mening hayotimning oxirgi yillarida bolalarimga qoldirgan birdan bir yodgorligim bo'lib qoldi. Tarixchaqi to'xtamay cho'rgilab 1990-yillarmi kirib keldi. Bu yillarda men qiyirliqni, kasallik, yolg'izlik
zaiflashayotgan tan va asabiy o'lim bilan to'xtamay ilishishni boshdan kechirdim. Bu har bir inson yakka yegona boshdan kechiradigan, beshiga kelmagicha hech kim his qilib yetolmaydigan rahimsiz jarayon. Hayotlikning oxirgi bosqichi edi. Diyabet keselimning eg'irlashib ketishi, qon tomirlarimning qetishishi va boshqa bir muncha kasalliklar tufayli ko'llarim karvat ustida degidek o'tadigan bo'lib qolgan edi. Mijozimning borgancha xapigan, sapra bo'lib ketayotganligini sezib turatdim. Oqshomali emas, kunduzlarimi yolg'izlikdan qo'rqatdim. Yenimda 5-6 yoshlardagi qiz navramni bor edi. Kunda atdiganda tong xira-shira yo'rishi bilanla men uni uyg'otdim. O uyquluq ko'zlarini tasda ichib chiqib, süt, o'zdan yo'g'an choydanda qaynoq suv elib kiratdi. Tushda Sfanshoyanda o'qituvchilik qiladigan cho'ng qizim darsdan tushib kelib, tamoq etib beradi. Araliq jiroq, yo'l nachar edi. Qizimning ko'zi toza yaxshi bo'lmaganlikdan uning velosipedda kelib etib, biror hodisaga uchrab kelishidan ansirab yuragim suv bo'ladi. Kechda yana navram bilan qolatdim. O'g'lim qo'noq bozordagi uyda o'ltiradi. Har kuni kechda uyga qaytqach meni bir yo'qlab o'tadi. Men uning aldirab chiqib ketmasligini, yenimda uzoqroq turishini tilaydim. Shunga ketayotgan yeridan chaqirtib, allaqandoq ushaq ishlarni topshiradim. U xafa bo'lsa-mu, ba'zida varqirab qo'ysa-mu, ko'zimga ko'rinmaydi. Uning hammala ishi ko'zimga chiroyli ko'rinadi. Chunki u mening o'g'limdir. O'g'lim chiqib ketganda navram bilan eshik derazlarini taqab uxlashning tayyorligini qiladi. Men yo'g'on uylarda mengib yurib, men yo'g'on uylarda mengib yurib, uyim balalarim bilan to'lib turgan kunlarni seg'inatdim. Qiyni shular amdi. Ota-ona bo'lg'uchi ming bir jabr-jabolarni tortib, nurg'un badallarni to'lab, balalarimizni cho'ng qilib, qatarga qo'shib, uylik o'choqlik qiladi ekanmiz. Ammo bizning bola mehriga eng tashna bo'layotgan chog'larimiz ularningmi uyim, balam deb chepib yurgan vaqtlar bo'ladi ekan. Hammamiz bola mehriga qonmay, balam deb o'tadi ekanmiz. Men har yili yozliq ta'tilni zarqib kutaman. Chunki ta'til kelsa, Urumchida tibbiy universitetida o'qiyotgan cho'ng navram keladi. Urumchida o'ltiraqlashib qolgan ikkinchi qizim 2 bolasini elib keladi. Uy odamga liq to'lgan mundaq chaqlarda saqiyib, jonlanib qolgandekli bo'laman. Balalarimga kichik vaqtida yetkazilmagan mehribonliklarimni navarlarimga yetkazishga oldirayman. Ular ketishning taraddutiga tushganda bo'lsa, ma'yuslanib, uzoqroq tursanglar bo'lmamdi deyman. Ammo turolmaydiganligi menga aniq. Men uyda axlat va qalaymaqonchiliklar, ko'ngil og'riqi, ranjishlar bo'lmasligi kerak degandek irim sirimlarga qattiq ishinaman. Shunga ular yo'lga chiqishdan burun mashning kunlarini, axlatlarini pokiz to'ktiraman. Eng yaxshi narslarimni yo'lliq tutib, ularni xushal qilishni o'ylayman. Ularning mangu yo'llari ravon, ko'ngillari ochiq bo'lishini tilayman. Ular ketib, uy yana huvuldab qoladi. Men yolg'izchilikda o'tgan kunlarimni,
Бүткүл hayat musafamni əslab chiqaman. Mən hayatımda 3 qitim yatliq boldu. Aldınqı 2 qitimliq hissiyat, fikir birligi bolmagan nikahdan qilcha ikkilanmay vaz keçdim. Onundan əfsuslanmayman. 3-cü qitimda bəxtimni tapqandak bolğan edim, biroq bu bəxtmi ishonchsiz bo'lib chiqdi. Mən aile bəxtini yoki xizmatni tanlashdan iborat ochiq yo'lga duch kelganda xizmatni tanladim. Hissiyat, birlik buzulgan, samimiyatsiz aile turmushidan yolg'izlikni a'lo ko'rdim. Mən bunundanmı əfsuslanmayman. 30 neçə yaş vaqtlarımdan tartib ana shundaq yolg'iz yashab keldim. Əməliyyatda mən kishilar o'ylagandek turmushni o'ylamaydigan hissiyatsiz ayol emas edim. Mən umrvoyat samimiy hissiyatga, tushunishga tashna bo'lib o'tdim. Ammo uningga erisholmadim. Yosh vaqtlarimda menga talab qo'yg'uchilar chiqdi, ammo bolalarim xorlanib qolarmikin degan andishida qayta yotliq bo'lishga petin olmadim. Amiriyatdimi 4 bola bilan yotliq bo'lish oson ish emasdi. Bolalarim cho'ng bo'lib o'z yo'liga ketishdi. Navrlarimmi mening oldimda cho'ng bo'lib maktabga kirdi. Mana endi uzil kesil yolg'iz qoldim. Yolg'izlik menga o'zining naqadar mudhish, rahimsiz ekanligini asta-asta bargancha cho'nqur his qildirishga boshladi. Atrofingga qarsang, seni qorshab turgan muzdek semottam. Sana faqat soatning chik-chik qilishila hamroh. U sana kunlaringning sanoqliqla qolganligini eskartib atgandek bilinadi. Navram maktabdan qaytdimikin, bolalarimning birarsi ishni chekib atamdikin deb ishga talmirgining talmirga. Ammo sana og'zingni ichib turgani yana yolg'izlik. Seningdan doim ayrilolmaydigini kasallik. Balalarim bilan o'tiramda qilin bir tam bor. Bo'libmi yeshimning cho'ng ishiga agishib, bu tam bargan seri qilinlab ketayotgandek bilinadi. Ba'zida ular bilan mungdashqim. Ko'nglimdagi gaplarni degim keladi. Ammo ularning o'ylaydigani, ko'ngil bo'ladigani boshqa. Ular menga aldirash. Yana nima uchun shundaq bo'ladi? O'xshamaydigan ikki davrning odami bo'lganligimiz uchun shundaq bo'lamdi yoki men yosh vaqtlarimda xizmat deb aldirab yurib, bolalarim bilan fikr, hissiyat almashtirishga ahamiyat bermaganligimning natijasimi bu? Amaliyotda men bolalarimdan og'rinmayman. Hatto ulardan faxrlanaman. Ular samimiy, kasbchanligi yuqori, mas'uliyatchan kishilardan bo'lib yetildi. Kichkidan tortib mening o'rnimga emas, o'z tirishchanligiga tayandi. Men ularga yar yo'lak bo'la olmadim. Ularni tushunishim yetarsiz bo'ldi. Cho'ng qizim bilan kichik qizim turmushda baxtsizlikka yo'liqqanda ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib bera olmadim yoki amalsiz qoldim. Men o'z turmush qarashim va prinsipimning hamma odamga muvofiq kelavermaydiganligini, mutlaq ko'p qism ayollarning sabr, toqat, apuchanlik bilan o'z baxti, g'oyasi va qobiliyatini tunsiz qurbon qilish badaliga oilasining mukammalligini saqlab qilishga rozi bo'lib o'tadiganligini. Mening baxtsizligimning manbasimi dal shundaq qila olmaganligimda ekanligini nihoyatda kechikib tushundim. Biroq
Navada mən yana bir qitim dunyoga kelish fursatiga erishsam, yanala shu yo'limda manaman. Hissiyatsiz, samimiyatsiz turmushdan qilch ikkilanmay voz kechaman. Men hargizmi o'z g'oyam va qobiliyatimni qurbon qilib, to'ttam ichida yashaydigan oila ayoli bo'la olmayman. Faqat yoshroq vaqtimda o'zimga muvofiq hamroh tepib olishga tirishaman. Rost, cho'qim shunday qilaman. Yana biri bolalarimni bola boqquchilarga tashlab qo'ymayman. Ularning tamoqini o'z qo'lim bilan yegizaman. Kiyimini o'zim kiygizaman. Yuz ko'zini yuyib, sochlarini o'rib, tirnoqlarini o'zim elib qo'yaman. Har kuni maxsus vaqt chiqarib, ular bilan paranglashaman. Bolalarim cho'ng bo'lganda loyiq tanlash, to'y qilish erkinligini o'zlariga tashlab beraman. Mayli ular to'g'ri qilsin yoki xatolashsin, turmush ularni aql, tajriba va o'zlari orzulagan hamma narsaga ega qiladiganligiga ishonaman. Afsuski, inson dunyoga yana bir qitim kelolmaydi. Umr cheklik. Shunga hamma odam armon ichida o'tadi. Meningmi armonlarim oz emas. Men davomli ota-onamni, tarkibi ham xizmati asliga keltirilib, xotanda yakki yegona o'lib ketgan enimni aslayman. Ota-onamni o'ylaganimda ular oldidagi bolalik qarzimni to'liq ado qilolmaganligimni his qilaman. Anam o'lib ketgandimi, kichik edim. Ammo dadam qiyirib, og'riqchan bo'lib qolgan chaqlardimi, baqalmadim. Hayotining oxirida yenida bo'la olmadim. Keyin uzoq yil sirtlarda xizmat qilganligim tufayli ota-onamning tuproqini yo'qlab tura olmadim. Şoňa bugungi kunda ularning qabrisining nada ekanligini bilmayman. Bir necha yil ilgari to'ngliqqa borganimda urug' tuqqanlar qabristonlikning to'pisi shamolda uchib turgan bir chetini ko'rsatib, "Talvajim mush atrofda qo'yilgan edi" deyishdi. Men aşı yerda yukinib o'ltirib, kichik vaqtlarimda o'rgangan Qur'on oyatlarini o'qidim. Qabristonlikning chetida bir tüp qaqshal to'g'roq mo'nglanib turadi. Uning qabristonlik bilan birlashib ketgan miskin turqi kishiga qiyirliq va o'limdan bishorat berib atgandek tuyuladi. Ammo uning yiltizdan yap-yeshil yumran shoxlar o'sib chiqishga boshlagan. Şamal uçurup durgan aşu alaqandak tuproq, mo'nglanib turgan qiyri to'g'roq. Uning yiltizdan ko'klab chiqqan yumran yap-yeshil shoxlar xiyolimda tabiat, o'lim va inson hayoti to'g'risida taksiz xiyollarni qo'zg'adi. Menga ilhom, tasalli baxsh etdi. Men ota-onamning bekorga yashamaganini, o'zimningmi bekorga yashamaganligimni his qildim. Qağa haqida mundaq bir qiziq rivoyat bor. U yong'oqni yaxshi ko'rmish. Har qitim yong'oqni topsa, yeyishga ko'z qiymay, keyin yeyman deb kunni belgi qilib biror yerga ko'mib qo'yarmish. Ammo kun bir joyda turmaganligi uchun u ko'mgan yong'oqini mangu topolmaymish. Har qitim qo'ygan narsamni topolmay yurgunimda qağa haqidagi aşu rivoyatni o'ylayman. Menmo muhim bilgan narsalarimni o'rin ko'rpamning atrofiga, karvatimning, ishkapning bir yerlariga qo'yib qo'yaman. Ammo ularni ishlatmoqchi bo'lganda zadili topolmayman.
Şoňa künim ätedin keşkiçe közäýnek, dora, aşkuş ýa-ki qaýçy degendek närselerini izdeş bilen ötüdi. Taki näwre kızım kelip, "Çoň apa, mana bu ýer diken" dep tip bermigiçe izdiginim. Karvetimning ayak tarapidagi telefon pat-pat jırınlap turadi. Men onundan balalarımның avazyny anlaşny, ularning telefonni aldırap koyup etmesligini şunçalik arzu qilaman. Bäzide örümçedeki kızım telefon qılıp qalsa yoki ikkilik xeti kelsa bir neçe güngacha xoşal bolup yürümen. Amma bunda xoşallyk maňa davamlyk nesip bolmaydy. Ilgiri telefonni pat-pat özüm qilatdım, xat yazatdım. Hazır barmaklarım karga kelmeydi. Közlerim torluşup xatlarni körelmeyim. 1998 yılıga kelgende köllerimni doktorxana bilen öy otursida yürüp ötközdigan bolup kaldım. Çoň kızım meni dep alayida etip bergen tamaklar gelimden ötmeydi. Bäzisi tuzluk bilinse, bäzisi qattiq bilinidi. O maňa tamak ýigüzelmey boğulup ketidi. Onuňky uval deymen içimde. Yazgı ýykyn bir keçisi düş gördüm. Uzaktan beri mundaq eňik düş görüp bakmagan edim. Düşümde men muşu karbitimde ýatgudakman. Hemmini sezip anlap durmanu, emma gep kılalmayman, bidirli almayman. Öy, sellilik, akromallık ayalları bilen tolupdu. Özara paranlaşıp, öydeki yaş vakitlerimde kiygen kiyim keçeklerim, selip koyulgan sandık çamadallarını uyaqdın bu yaqı yötkep yürgedek. İçimde mavi adamlar nemiş qımında qılıdı dep xapı bolğudakman. Emma ularning men bilen kary bolmagydak. Hiç kim maňa qarapmy koymagydak. Bu düş maňa allaqandak bişaretlerini berip atgandak edi. Yettinci ayda Ürümçideki kızım 2 balasını elip geldi. Balı çaqılarım öýge lık toldy. Bu men uzaktan buyan taşna bolgan jem boluş edi. Kızım maňa Hasan Hüsendek rangdar şipin dohavydyň köňleklik elip gepdi. Onu görüp birdem ýaşlykymga ýangandek boldum. Fakat birdemla. Behoşlukka okşap ketadigan uyku, hiyali tuygu ve anda sanda uçuk asmandek vallıda çaknap kalıdigan sägek uy pikirlerim kallamda toxtumay almışıp duratdy. Hiç kandak tuygu uzak mevcut bolup turalmaydı. Balalarım közümge bir turup en yakın kişilerimdek, bir turup natunuş mehmallardek görünetdi. O günü etdigendin tartıpla şarqırap yağmur yığıp atatdı. Janubi iqlimda munda qattiq yağmur nahayda az uçuraydı. Balalarım meni binadan kötürüp, elip düşüp pikapqa saldı. Pikap doktorxanaga qarap, uçqandek jürüp ketdi. Doktorxanada qançalik yatqanymny bilmeyman. Fakat kündün künge täksiz çoňqurlukka qarap işkirlep ketip atganlygymny sezip turaman. Turup-turupla qarаңgulyşyp atgan iňimde roşan körnüşler çaqnap qalydy. Bäzide anam issiq quchqiga elip päpilap atgandek. Dadam asmanga etip oýuntyp atgandek bolup baxtiýarlykka çömemen. Emma birdemdela gaýyp bolup ketidi. Yapçan bilen aralnyň arsydyky belgiçe keledigan paýansız qomuşlukda hurjunny möhürsige artyp ketip atgan yaş İsrail äpendini görümen. O meni görmeydi, awazymdy anlamaydy. İkkilemizning arsy bargansir ýiraklaydy. Bäzide yaş wagtlarymda balalarym bilen olturup, ýatyfon koyup
Abdurahim Ahmedining Havani tuman bastı degan naqshisini anglayotgandek bo'ldim. Naqshi aytilib, oyni ko'rgili bo'lmas degan yeriga kelganda plastinka titrab, portlagandek ovoz chiqdi. Balalarim kulishib ketdi. Çöküp ketyapman. Jiroqda qandaqdir bir pasilga o'xshab ketadigan to'pilik ko'ringandek bo'ldi. Uning nerisi yulduzlar uçup yenib turgan xira bo'shliq, cheksizlik edi. To'pilikda ikki chekit parqirab qoldi. Chekit bara zo'ruyib, kichikkina ikki bosh, ikki gavda paydo bo'ldi. Yulduzlarning yo'riqi ularning nativan chiroyini, ularning orqasida turgan ota-onamni yo'ritganda, men ularga qarab o'zimni otdim. Ular mening bir minutmi astin chiqarmagan, doim tushimda ko'rdigan kichik o'lib ketgan qizim bilan o'g'lim edi. Tugidi. Şunun bilan Halida apayning Ufuqdagi izlar nomli bu asarni o'qib tamomladik. Bu asarni qancha qitim o'qishim ekanligini bilmayman gapning o'chig'ida ya. Har qitim shu oxiri shunchalik bir qayg'uli ham ta'sirli. Hayranman bu asarninki eng oxirgi bölümü bu yilgi Ramazan kunlariga to'g'ri keldi. Shuning uchun asarni anglagan qarindoshlar rahmatlik Salima Talib opamizningki ro'yiga atab duo qilaylik. Oxirda ikki og'iz gap qo'shib qo'yg'im kelyapti. U bo'lsa-mu, men Halida Isroil apayning asarlarini favqulodda yaxshi ko'raman. Meningcha, munbirimizda menga o'xshash herismanlar xeli ko'p. Shunga buningdan keyinmi yana apayning nodir asarlarini o'qib, huzuringizga sunishga tirishaman. Xudoyim buyursa. Yana biri bu Halida apay bo'libmi Ufuqdagi izlarni o'qigan vaqtimizda his qilamiz, nihoyatda bir samimiy yozuvchi. Ba'zilar bor, shu o'zining ota bovularini endi shunchalik bir cho'ng o'tgan deb tasvirlab endi bo'lamay qoladi. Anladinglar ana. Halida Isroil apay shunchalik bir samimiylik bilan o'zininki ajdodlarining tarixini bizga yo'ritib bergan bo'libmi, opasining beshidan o'tgan kashmishlarni bir farzand o'rnida o'zining kuchli talanti bilan shunchalik ta'sirli yo'ritib bergan. Maqramsa, bugungi kitob o'qish programmamiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ramazan oyida ro'za tutadigan barliq qarindoshlarning har bir kunining yaxshi, xayrli o'tishiga tilakdoshman. Har xil sabablar tufaylidan ro'za tutolmaydigan yoki tutmaydigan qarindoshlarga ham aman esanlik, shodliklar tilayman. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Haras oxirida qisqa bir videoni qo'shib qo'ydim. Bu qizim Dilfroz ikkimiz bu yil qish faslida billa chang'a teyilgan vaqtda tartgan qisqa sinlar ham suratlar. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
Сәл зукамдап каптыкен мен, ешқандақ пұрмай өтіді. Мақырамсы, хайыр хош. Келер қетім көрішәйлі. Аллаға аманат. Kızım, әмсі түшіп кеттік ма? Кеттік аба. Қояш барлап тұрған чырайлық кен. Yaraysız, yaraysız. Hem de en pes düşüşümüze balam. Şöyle. Hala, şimdi çırayla bırakayım. Tatlı kızım. Ondan teyilip git atamdok. Acep çıraylık kim bu atıdı o, ha? Arlam bek teyze. Valla. Dilfiriz kızım bilen bile çoğu teyilip atımız bir gün. Şundak çıraylık gün. Şükre, şükre, şükre Allah. Her kıytım şundak
Qart eliş imkaniyetlari bolganda, taqı çıqqanda, çıraylık günlerini köygende. Şükre deyme. Uygurçada en yaxşı gördüğün sözüm qaysı deyil Firoz? Şükre. Şunaşqa bugün bir şükre degen akşamını bir etip beray. Ha kızım? Bugün aman yürügenge aşkın, gün nurunu görgenge aşkın, buralara muhtaç bulmazdın, hayat feyzini sürgenge aşkın, hayat feyzini sürgenge aşkın. Gah yığdım, yıkıldım, turdum, yanni qaydı türgenge aşkın. Şükür eytibni kısmetlerge, kanaatni bilgenge aşkın. Göz yaş qıpılğan gül bolmay, ümitlik bop gülgenge aşkın. Dost düşmenge oyun koymazdın, dertni dilga köngenge aşkın, dertni dilga köngenge aşkın. Az bolsun aldın tepip, öz rızkını yegenge aşkın. Şükür eytibni kısmetlerge, derdinda güngenge aşkın. Dilfuruz kızım bilen tağda çangı teyilganğa şükür. Şükürler olsun. Rahmet. Çok çıraylık gün boluvatıdı. Şükür. Bismillah, ben bir şey diyemem. Bir şakası yok. Oy, Gülüm.